2025-yil 3-noyabr navbatdagi domimiz chiqib turibdi. Tak, Binakar kottejning orqa yog'ida joylashgan korpus 2-etaj 90 kvadrat. Ichini ko'rib o'tamiz. Yuring. Tak, uyimiz 3 xonadan iborat. Bu yog'i spalni ko'rsatib o't. Polni oboydan chiqib turibdi. 100% remontlarimiz zo'r. Ko'rpa to'shaklar yashasangiz bo'ldi. Bu yoqqa o'tingiz vanna sanuzel. Bundan hamma asbob anjomlari bor. Bu yoq ham spalni, bu ham polni oboydan, bu yoq zali. Bu ham oboydan. Tak, bu yog'imiz bilan kuxinni mebeli tayyor, kuxinni mebeli ham bor. Bu yerda kuxniyat paylansam, bu yog'ida teleskop turadi. Teleskop bu yoqda katyol ham bor. Gaz, suvit, suvdan muammo yo'q. Bahası $28.600. Üstünde 1-2 so'm qaytiladi. Agar kredit olaman desangiz, g'alati bir $10.000 bilan chiqadi plus minus. Banka borib gaplashsak, oyina bir 3 million 4 million chiqadi. Telefonlarni qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasiz. Uyimiz jami teraskani qo'shganda 100 kvadrat ekan, 98 kvadrat, 98,5 kvadrat. Tak, detskiy plashatkasi bor. Bu yog'imiz bilan banisa yo'ldan ketish, bu yog'imiz eldimiz bog'cha bor. Agarda maktab ham bor, muammo yo'q ish qilib. Qandayda savol javob bo'lsa bemalol yozaverasiz.